Salom do'stlar, bugun biz yana Minecraft o'ynaymiz. Bolalar kechga yaqin kelar ekan. Ungacha biz ko'p narsalarni qilishimiz kerak va biz iloji boricha yengishga harakat qilamiz. Bolalar kechasi reyderlar hujum qilishadi. Ungacha biz yaxshi tayyorlanishimiz kerak. Agar mana shu video yana 10 ta like yig'sa bolalar 3-chi qismini chiqaramiz. Keyingi videomiz 10 ta like yig'di va bu 2-chi fazani chiqardik. Bolalar 3-chi fazani olamiz. Davay aktiv video, podpiska, like, kommentariy va do'stlaringizga saqlab qo'yinglar bu videoni. Albatta kerak bo'ladi. Men bu agar kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, mana bu super aslaha kiydirgichda ko'rsataman sizlarga qanday yasashdi. Bolalar reyderlar hujum qilishadi hozir. Bolalar pasni ko'raychi. Yo bolalar bunchalik ham ko'p bo'lishgan bular. Yo. Umid aslahalarni ol. Men kiyganman allaqachon. Kiyib oldim boya. Qadrga olganman bilmayman. Qovoqlar ham kerak. Bolalar unchalik ko'p bular. Shu nima qilamiz? O'tishni boshlaydi hozir. Yashan. Bolalar yomon. Bolalar iltimos like, podpiskani bosib qo'yinglar. Umid pastga tushishim kerak menimcha. Pastga tushing. Tatem, Umid tatem. Bitta sandiqqa qo'yyor. Bittagina sandiqqa tatem qo'yyor Umid. Qaysi? Mana shu o'zimnikiga sandiqqa tatem qo'yyor. Rahmat. Arsinaydi. Bir o'rtaga borayda. Tatemni bolalar chap qo'lga oldim. Umid hozir sakadayman chekkaroqdan. Yonaydigan seqib qo'yganman, xavotir olma. Bitta otsam bo'ldi, bular yonib bo'lib ketishadi. Bitta otsam, shundan keyin yo'qolib ketadi aka. Men hammaga shu qilganman. Voy. Tezlashing. Ha. Qiynalib juda ko'p o'shatlarni o'rking. Sen qattasan, jonim kam o'zi. Maye. Eshikni ochamasa bo'ldi. Yo. O'zim tatemim bor, hech nima qilmayman. O'tgan safar qo'yilgan videoni ko'rsam, sizni tatemingiz ishlab ketibdi o'rtada. Shu o'rtada ishlab ketdi. Bular vaqti ko'rinmayapti-ku. Aka, to'xta. Siz eshikka hujum qilishyapti. Eshikka? Yo'q, bo'ldi Umid. O'zimlar tinchitaman. Eshik oldidagilarni o'ldiring lekin. Pastga tusha ko'rma Umid. Men o'zimlar tinchitaman. Negadir Qiynalibdagilarni o'ldiring, shaqqa tiqib olyapti ko'plar, keyin bu yerga kirib berkilyapti, portlayapti. O'sha yoqqa bitta narsani oching kerakda. Siz bu yerga kira olasizmi? Men anotga bitta narsa otaman, o'shani siz ochasiz. Men turib nechta. O'shani ikkitaki bittasi otaman. nimani? Mana qani xiyonatga. Hop, o'zim ushlab olib keyin uni nima qilishim kerak? Menga bir olib kelasiz. U nima qiladi? Bo'ldi. Jonni ketsa. Mana katta
bittasini jonini daqshit ketkizsa. Hozir olaman. Aynan. O'sha sizga menda ikkita bor. Qopmi? Yo'q ekan u. O'sha pastda. Ertalab tong o'tibdi, lekin biz tongda ham urishimiz kerak, bilasiz. Ha. Yana qorong'ulashib. Aka, siz uyga kiring, men borib urishayin endi. Yo'q. Keyin Yo'q, o'zinglarni o'ldiraman. Sen tepadan Umid kamon bilan ot. Xo'pmi? men pastga tushayin. Yiqomsan yo'q, pastda urishimiz kerak. Maniki. Bitta suvda yashaydiganlardan ketdi. O'shasini o'ldirib yubordim. Keyin Ularning hammasini o'ldiryapman. Yo'q, ular haddan ziyod ko'p. qatdan ziyod mana kattasini o'ldiryapman. Kamandan ko'ra o'zim eshikni ochib chiqib ketdim. Pastdan eshik ochiq. Pastga sakrasang bo'lardi. Voy, yo'q. Yo'q, kattasi keldi. Tatem ham ishlab ketishi mumkin hozir. Tatem ham ishlab ketdi. Ma. Voy, Umid ana kattani yondirardi. Aka, yo'q hammasini. Yo'q. Tamam, unda bu yer yaxshi ekan. Eshikni yo'q, ochib kirganlarni o'ldiraman. Umid, sen eshikning oldiga bor. Darhol men ularni o'zim hal qilaman. Sen eshikning oldiga bor. Men o'zim hal qilaman. Ular juda ham ko'p. Lekin biz kam qoldik. Ko'ryapsizmi? Ozroq qoldi. Lekin ular hali ozroq qoldi. Yo'q, bolalar, iltimos, podpiska. Yo'q, bir chekkadan kimdir meni otishdi. Hop, mana. O'qlar o'ziga qaytadi menga o'shanlarini. Tatemim tugadi. Mana unaqa qo'ying, o'ziga qaytaganda o'zini o'ldirib yotaman. Men qalqonim yo'q. Ana sandiqda bor edi. Ichkari kiravering, eshik ochiq. Yana bormi? Qalqon tutib yurdim. Tugadimi? Yo'q. Hozir bitta odam gapiradi agar tugagan bo'lsa, lekin hali tugagan yo'q. Bo'lmasa bitta odam gapirish kerak. Yo'q, hali ko'p ekan Umid. Qayerda ekan? Chekkalarda qochib yurishibdi. Yo'q, ko'ryapmiz ko'plarini. Bolalar shunaqa sehrlab olganmiz. Yo'q qaydigan. Hozir nomini aytaman. Free Arpes deb agar sehrlanadigan chiqsa, ana shunda darhol olingizlar va Bu qilichga yoqadi. qilich yoqadi keyin. Meniki. Bolalar hali ko'p, bitta odam gapirishi mumkin agar ikkinchi fazani tugatdingiz deb. Lekin aslo men yo'l qo'ymayman. Hali ikkinchi faza juda ham oson bo'lyapti. Ha, uchinchi faza lekin juda ham qiyin. Ikki faza devdi. Ikki fazadan iborat deb o'yladik, lekin bizga 3 fazadan iboratligini aytishdi. Yo'q emas. Yo'q, sehrlanganmi o'g'ilgan? Yo'q, ular ham o'rganishyapti. Sehrlashdan. Umid boshqa yo'qmi? To'xta, hali bor. Menimcha hali bor bo'lsam gapirishar edi. Hey, ana yoqda bitta bor ekan. Ana shuni o'zim o'ldirib kelaman. Keyin gapirishi mumkin ikkinchi fazani tugatdingiz deb. O'zi gapiraman. Hozir gapirishi mumkin, to'xtang. Hali pichidan keyin gapirar, yana bitta bor ekan. Ana shuni o'ldiray. Yo'q, ikkita bor ekan. Bolalar hozir
gapirishi mumkin, lekin hali yana bittagina qolishgan. 3 ta bu yanaga xiyonatdan bittasi qolgan. Hammasi. Yana bitta bor edi bolalar, qanani shu ha bo'ldi. Nega? Yana bitta bor ekan, men o'ldirgan keldim. Bitta. Suv tagida ham bitta bor ekan. Umid suvni tagida ekan ko'plari. Voy bildi. Umid suvni tagida ekan ko'plari. Suv tagida ekan o'zi hammasi. Man. Yana bitta. Umid hammasini o'ldirdim. Yo'q, hali menimcha yana bor. Bitta suvdagisini ko'rdim. Ana shuni o'ldir va tugaydi. Bolalar hali menimcha bor. Yana bolalar hali buqalilar bor ekan. Buqalilarni o'ldirishimiz kerak. Umid oldimga kelishi kerak, lekin u kelmayapti. Yarimtagina jonim qoldi. Umid tez kelishi kerak. Qoching siz bo'lmasin. Qoching, uyga kiring, nariga kiring. Umid menga kelyapti. Uyga kiring desa. Umid uni oldiga chiq. Men Otim kerak bo'lyapti shu payt. Umid uni yo'lini to's. O'ldirdingmi? Qal'ani oldida yana bor edi. Yarimta jonim qoldi. Tepaga chiqsa gapiradi menimcha, tepaga. Tepaga chiqaylik gapirardi. Biz buni deb juda ham ko'p. Bolalar qaranglar, yarimta jonim qoldi. Umid, meni urma, men o'lishim mumkin. Umid, eshikni ocharsan balki. Siz Qoch. Menimcha gapirishadi. Bolalar juda ham. Umid urvorma. Qilching anda qilib yur. Mana shuni ishlab yur. Ya bitta ursang ham o'lib qolaman. Bitta ursang ham o'lib qolaman. Tavfiqman bolalar, sizlar 2-fazani tugatdilar. Endi sizlar 3-fazani tugatsalar, eng zo'r deb tan olamiz. Demak, bolalar 2-fazani tugatdik. 3-faza ham bor. Hali shoshilishga erta. 3-fazada juda ham ko'p bo'lishadi. Sizlar tayyorlanishinglar kerak. Bolalar 3-fazada demak juda ham ko'p bo'lishadi. Bolalar biz yutdik. Lekin 3-faza ham bor. 3-fazada bizga golemlar juda ham kerak bo'ladi. Agar mana shu 10 ta like yig'sa 3-fazani olamiz. Iltimos like bosib qo'yinglar. Xayr bolalar. Bolalar 3-fazani olamiz. Davay aktiv bo'linglar. Bolalar, meni akkauntim mana shu. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos 258 ta like. Mana bu 1-fazaga ham like bosinglar. Iltimos. Xayr bolalar. Sizlar bilan Yahyo Yo'ldashev YouTube kanali bo'ldi. Xayr.